Aytayotki, men dadamni rosa so'kdim bugun diye. Bildim, jiddiy masala. Yuring, xonaga kiraylik dedim. Xonaga olib kirib, nimaga so'kdingiz dadingizni desam, "Ay, rosa ichib ketdi dadam" deyapti. So'kdim deyapti. Xo'p, shariat bunga nima deydi? Shariatimizda yechilmagan masala yo'q aslida. Ibrohim alayhissalomni dadalari mushrik bo'lgan, but yasab sotgan. Shu kishim dadalarni tark qilib ketdilarmi? Payg'ambarimiz alayhissalomning amakilari mushrik bo'lgan. Jon berayotganda Rasululloh yonlarida deydi. O'zi o'lib ketaversin demadilar-ku. Yalandilar. Qulog'imga ayting, amakijon, qulog'imga bu pichirlab ayting, hech kim eshitmaydi. La ilaha illallohni ayting, man kafil jannatga kirasiz dedim, demadi. Shunday zot, siz va men Rasululloh alayhissalomga o'zimizni qiyos qilishga haqqimiz yo'q, to'g'rimi? Taqqoslashga haqqimiz yo'q. E'tiqod, iymon, bilimda. Mushrik amakilari